Jordan Belfort Wolves Wall Street degan kino bor. O'sha kinoni o'sha bosh qahramoni, tipi hayotdan olingan u kino. DiCaprio o'ynagan. O'sha kinoni hayotdan olingandagi o'sha odam Jordan Belfort O'zbekistonga chaqirishdi. O'zbekistonga keldi. Humo Arenada bo'lgan. Zotga suv olib berganmizda. Men o'sha yerda o'tirib ko'rganman-da, qanaqa o'zi nimalar beradi. Men u kinoni juda ham yaxshi ko'raman-da. Mabodo ko'rmagan bo'lsanglar, men ko'rsanglar bo'ladi. Вообще zo'r kino, biznes haqida. Men o'sha kinoni ko'rib fanat bo'lganman-da Jordan Belfortga. Ras kelyapti, u odam yaxshi tarjima qilib berib, xullas tashkiliy ishlash dabdala bo'lganda. Shunaqa katta biznes zo'r qilgan odam kelyapti O'zbekistonga. Undan tashqari nechta speaker kelgan, Magnum xo'jayini kelgan, undan tashqari turk kelgan, boshqa kelganda shunchalik tashkiliy ishlar dabdala. Даже turk tilida kelib gapirayotgan odamni tarjimoni yo'q. Quloqqa hammaga naushnik berishgan, naushnik ishlamayapti. Tarjimon yo'q. Men o'zim chiqib bor tarjima qilib berganman. Odamlarga tasavvur qiling, xumorini o'rtaga chiqib olib, men odam gapiryapman, tarjima qilib beryapman. Jordan Belfort kelgandan keyin ham bitta biznesmen ingliz tilini biladigan odam chiqib, uni gapini eshitib, yana odamlarga tarjima qilib beryapti. Xullas tashkiliy ishlash dabdala bo'lgan. Unda unchalik yaxshi keys ham ololmaganmiz, odam yaxshi tushuna olmaganimizdan keyin.